Davlatimiz rahbarining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash doirasida Toshkent viloyatida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Hujjatga muvofiq bu yil hududda 7 ta yo'nalish bo'yicha 115.7 ming aholi, 25.3 mingta oila daromadi tiklanib, kambag'allik darajasi 5% ga tushiriladi. Viloyatda og'ir toifaga kiritilgan 85 ta mahallaning tomorqa yerlarini sug'orish tizimi yaxshilanadi. Mazkur maqsadlar uchun 116 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratildi va qurilish ishlari esa deyarli yakunlandi. Zangiota tumanidagi ana shunday 5 ta aholi punktidan biri Bo'ston mahallasida ko'p yillik masala yechim topdi. Tomorqa yerlarda suv ta'minoti barqarorlashdi. Tuproq o'zalli ariq beton qilindi. Jo'nariq kanalidan suv olindi. Shu munosabat bilan mahalla ahli nuroniylar jam bo'lib xayrli ishlarning boshida turgan barchaning haqqiga duo qilindi. Suv ham isrof bo'lmaydi mana. Bizning mana ko'chamizda bir 40 dan oshiq xonadonlar, suv kirmagan xonadon yo'q. Agar to'g'onga chiqib, to'g'on bosib yurardi. Suvimiz ravon. Mana uyimizda hammani uyida ish qilib, 4-5 sotik hovlisida yer bor. Yerlar bekor yotgan yo'q. Hamma ish qilib, qishloq xo'jaligi maqsadida o'ziga kerakli narsani iste'mol qilgan ekadi. Suv to'g'risida muammo yo'q, xudo xolasa. Xalq minnatdor. Keksalar endi biz endi suvni tejab ishlatlaring, isrof qilmalaring, tomorqa bekor yotmasin deymiz-da. Meni o'zimni ham uyimdagina tomorqamizda 2-3 marta hosil olamiz, ekamiz, ortiqchasi borib sotamiz bozorga. Navaralar ham bekor yurmaydi. Bekorchi odam o'zi yo'q ko'chamizda. Mehnatdan kelsa, boylik turmushing ham bo'lib chiroyli deb bekor etmang. Bu gaplarning hammasida katta mazmun yotibdi. Umuman olganda dastur ijrosi bo'yicha tumandagi 5 ta mahallada tik quduqlar qazildi, nasoslar o'rnatildi, mavjud o'zallar betonlashtirildi. Buning natijasida resurs sarfi avvalgi yillarga nisbatan 30-35% iqtisod qilishga erishilmoqda. 1500 dan ziyod xonadon tomorqa yerlarida suv ta'minoti yaxshilandi. Mahallada usta dehqonlar istiqomat qilishadi. Ko'pchilik oilalar uchun tomorqa asosiy daromad manbaiga aylangan. O'tgan yillardagi suv tanqisligi ekinlar hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, bu yilgi seroblik dehqonchilikka baraka kiritmoqda. Fuqarolar suvni tejash, obi hayotni qo'ni-qo'shnilarga ham yetkazish maqsadida tomorqada tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatishyapti. Yerdan yiliga 2-3 marotaba hosil ko'tarilmoqda. Ikkita xo'jalik yashaymiz. 4 kishi tomorqada ishlaymiz. O'zimizdan o'zimiz band qilganmiz. 2 sotirli joyimizga issiqxona qilganmiz. Yilda 3 marta narsa ekamiz. Erta bahorlarda ko'katlar, fevral oyi oxiridan pomidor ekamiz. Undan keyin pomidorimizni 3 oylarda 90 kunlarda pishadi. Keyin bodring ekamiz. Tuzlashga, ko'kat ekamiz. 3 marta hosil olamiz. Oldingi yillari suv tanqisligi bo'lgani uchun yoz faslida yaxshi eka olmadik. Bu yil mana suvlar yaxshi, ekinlarimiz yaxshilab sug'orib, mana yaxshi ekvamiz ham, yaxshilab sug'oribamiz. Hosil yaxshi bo'ladi bu yilda kutamiz Xudo xolasa. Mahalladagi yana bir xo'jalikning tomorqa yeridagi issiqxonada ham bahorning dastlabki kunlarida ekilgan niholdagi hosil pishib yetilmoqda. Noyabr oylarida reski ekdik, fevral oylarida tugatdik. Fevral 20lardan pomidor ekdik. Bu iyulni tamom bo'lsa, ketigin bodring ekamiz xudo xolasa. Oktyabr oylarida yana shu reski ekamizda aylanib. Yiliga 3-4 marta hosil olamiz. Shirin ko'chasida istiqomat qiluvchi O'ktam Abdurahmonovning tajribasi hududda ommalashtirilgan. Usta dehqon gul qator orasiga pomidor ko'chati qadagan ekan. Ayni kunlarda har 2 hosil ham yetilgan. Bozorda pomidorga nisbatan talab yuqori. Shu bois dehqon pishib yetilgan pomidorni peshma-pesh terib bozorga chiqaryapti. Keyingi ekin parvarishiga ertaroq kirishishga intilmoqda. Gul ekamiz, gulovi ko'p yillik ekin hisoblanadi. Gulni bir-biriga xalaqit bermasligi uchun orasiga pomidor ekamiz. Pomidorni shu martda ekamiz. Uni ekkandan keyin u gul ham o'zi o'saveradi, atir gul ham. Yaxshi bo'lsa hosilni olamiz. Pomidor hosilini tugatamiz. Keyin avgustda gulga ishlov beramiz. Uni tugatib bo'lganidan olib chiqib hammasini gulga ishlov beramiz. Kuzgacha, sovuq urgangacha bo'lgan davr mobaynida guldan hosil olamiz. 1,5-2 oy ichida hosil berish boshlaydi. Plyonkasi bo'lgani uchun sal ochuvga nisbatan ko'proq turib beradi. Bir yilda shu 2 marta, 3 marta hosil olamiz. Endi shu kichkina yerda pomidor 1 marta hosil beradi o'zi. Gulimiz shu 2 marta hosil olamiz. Gul endi atirgul suvni juda yaxshi ko'radi. Endi nisbatan bultuga nisbatan mana bu yil tepada suvlar lato'la qilib kelishdi. Taqsimotlari zo'r bo'ldi mana. Suvlar ravon xohlagan paytimizda mana suvni ochamiz, kirib keladi hovlidan, suvni qo'yamiz. Mana ertaga pomidorni olgandan keyin yaxshilab sug'orib, ishlovlarni beramiz. Xudo xolasa natijasi zo'r bo'ladi deb o'ylaymiz. Baraka topsa, mana endi davlat shunchalik lato'la qilib berdi. Suvdan muammo yo'q. Hammaga yaxshi bo'ldi. Hamma dehqon xursand.
Berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida tumandagi hokim yordamchilari tomonidan tomorqa va ijara yer maydonlari to'liq xatlovdan o'tkazilgan. Ma'lumotlar onlayn mahalla platformasiga kiritildi. Umuman olganda mahalladagi tomorqa yerlarga suv keltirilishi aholi bandligini ta'minlashda, hududda tadbirkorlikni rivojida, fuqarolarning daromadlarini oshirishda, kambag'allikni qisqartirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ish olib borilmoqda. O'sha suv yetib kelmagan 420 ta xonadonlarimiz suv bilan ta'minlanib, qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirishga kirishildi. Buning natijasida 400 dan oshiq fuqarolarimiz o'zlarini band qilib ish boshlashdi. Undan tashqari oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida hokim yordamchisi tavsiyasi bilan 100 milliondan oshiq bo'lgan kredit resurslarimizni taqdim etdik. Qayd etilishicha, bu yil viloyatdagi jami 83 ta obyektda 125,1 kilometr sug'orish tarmog'i, 41 dona sug'orish qudug'i, 17 dona nasos agregati, 15 dona gidrotexnik inshootda qurilish ishlari to'liq bajarildi. Buning natijasida 25,518 nafar aholi tomorqalarda sug'orish tizimi tiklandi. Hisob-kitoblarga qaraganda, endi mazkur hududlarga suv yetib borishi qishloq xo'jaligi ekinlaridan olinadigan hosildorlik salmog'ini 2 barobar oshiradi. Ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shadi. Dasturlarga ko'ra, tumandagi og'ir toifaga kiritilgan mahallalarda elektr ta'minotining yaxshilanishi, ichki yo'lning asfalt qilinishi, mavjud infratuzilmalarni ta'mirlanishi aholi kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mahalla idorasi uchun yangi bino qurilishi fuqarolarning murojaatlari yechimini ta'minlashda, kambag'allikni qisqartirish bilan bog'liq choralar samarasini oshirishda muhim hisoblanadi. Bo'ston mahallasida 4150 ta aholi istiqomat qiladi. 43 ta ko'chamiz bor. O'tgan yillar davomida shu mahallada 15 ta ko'chamizga asfalt yotqizildi. Tashabbusli budjet mening yo'lim loyihasi asosida qilindi. Mahallani ayrim ko'chalarida elektr ta'minotida uzilishlar bo'lib turardi. Elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha 145 ta temir beton ustuni o'rnatilib, sep kabellar tortildi. Mahallamizning idorasi yo'q edi, mavjud emas edi. Shunda hozir yangi bino qurib bitkazilyapti. Mahalla yettiligini, ishlash jarayoni, samaradorligi oshadi. Kambag'al oilalar bilan ishlash qulay bo'ladi bizga. Murojaatlarni qabul qilishda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Har bir ishda o'z samarasini ko'rsatadi bu qilinayotgan ishlar hammasi. Tumanda shakllantirilgan ishchi guruhlari, mahalliy kengash deputatlari, nuroniylardan tashkil topgan jamoatchilik kengashlari dasturlarga kiritilgan loyihalarni muddatida va sifatli bajarilishini kuzatib borishmoqda. Ko'rilayotgan bunday choralar albatta xalqimizning turmush sharoitini yaxshilashga, ishsizlikni kamaytirishga, kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiladi.